alsak bulamtı bo'lmamtı mushu to'g'riliq eng oxir qatim so'zlab bitma. Shunlar uchun meni go'njo qilganlar hamda mushu oltin to'g'riliq alaymi, olmaymi, o'sab ketdi deganlar obdan ko'ranglar, endi deb aytma. Ma'lum bo'lib qilib inkas rayoniga gullarni yo'llab qo'ygandan keyin tafsili ko'rib chiqinglar. Hozir oltin elish olmaslik siz bilan munosabati bor. Sizning qishingizda qancha pul bor? Mushuni bilan munosabati bor. Hamda siz igilik tiklayotgansiz, siz korxonchimi? Buni bilan munosabati bor. Endi agarda sizning qishingizda 10 necha million bayliq bo'lsa, yo masalan necha yuz uyingiz bo'lsa, mashinangiz bo'lsa, shundaymi? Yo mancha yerda dukuningiz bo'lsa, siz oltin olmagan bo'lsangiz, oltinning bahosi 10 ming ko'ga chiqsa-mu, siz cho'qim elishingiz kerak. Bir kunlarda xaridor tarafingizdan, bir kunlarda boshqalar tarafidan sotqa chiqib qolib qolsangiz, mal mulkingizning birini to'lib tutib, mashinangiz yinxonkadagi puldan tortib to'lib tutib. Chunki bu oshkor mal mulk. Lekin shu oltin bo'lsa, yushurin mal mulkka tayyorlaydi. Shunlashqa biroz ziyankash kuchiga vaqtingizda oltinni ochiqlar kim setib, advokat taklif qilib, masalangizni hal qila olasiz. Shuni siz cho'qamamsiz bo'lmaydi. Endi qishingizda 50 ming ko'y, 100 ming ko'y tiqib qo'ygan, bankka qolib qo'ygan, uyga qolib qo'ygan pulingiz bo'lsa, eng yaxshi oltin olmi demang. Siz berib igilik tiklang. Oltinningki 1 grami 1000 ko'y desak shundami? 10 ming ko'ylak oltin oldingiz. Oltinning bahosi 100 ko'y o'ssa, aram 1-2 ming ko'y pul topsiz. O oltinni o pul tepishning quroliga aylantiramanglar. Oltin degan hayotni qo'g'daydigan, pulimizning qiymatini oshirib turgan narsa. Shuni oltinga mablag' soatdim degan gapni qanday odamning deyishiga mos ketadi desa, 10 million pulingiz bormi qishingizda? 1 millionga oltin olsangiz bugun oltinning bahosi 1 ko'y o'ssa, sizningki mal mulkingizningki 10 ming ko'y o'rlaydi yuqoriga. Agar oltinning bahosi 10 ko'y o'sab qolsa 100 ming ko'y topsiz. Oltinning bahosi 100 ko'y o'sab qolsa 1 million pul topasiz. Agar 100 million oltin olsangiz-chi, undaqda oltinning bahosi 1 ko'y o'lsa, siz 100 ming ko'y pul topasiz. Oltinning bahosi 10 ko'y o'lab qolsa, siz 1 millionning egasiz degan gap. Xuddi bizninkilar toshchi, qavatli bino solgan, ayda loballa mushunda pul topdi. Oltinni qo'ydi, bahosi o'laverdi, bayligi kundan-kunga o'laydi. Tushunamsiz mana? Çünkü altın qanda adamninki elishiga mos ketadi desa 3 yil, 5 yil unda mablag' solayotgan mol mulki jiq odamlar oltinga mablag' solib pul topsa bo'pti. Lekin odatdagi odamlar, yillik ko'rimi 100 ming ko'ydan to'g'an odamlar oltinninki mablag' solish quroli qilib olmanglar uni. Uni faqat ishlatmaydigan pulinglar bo'lsa oltin olib qo'ysanglar, 2-3 yildan keyin olib ishlatay degan pulinglar bo'lsa olib qo'ysanglar bo'pti. Lekin ma pul azla 10-20 ming ko'y, 30 ming ko'y oltin olib qo'ysam bo'pti deganlar shuk o'ltirib, 10 oyninki 20-slar Baydadam Namratada moliya so'z tarbiyasi qanday qilib igilik tiklab ko'rimimizni oshirtmiz. Ma darsini bir o'rganinglar sizlar. Avval yoziq bir qanchalar mendan voz kechib, kallanglarga mablag' silib, avval bir bilish doiranglarni yuqori ko'tarang do'stlar. Buffett dedi, mablag' silish podshoyi. Hozir hech qanday narsaga mablag' silishga bo'lmaydi. Kallanglar mablag' solgan hozir mushu iqtisod muqim emas, shunlash qilsan qandaqsa. Shuni sen o'rganish qilishing kerak. Bilimni oshirishing kerak degandikin biz o'rganishga mablag' soldik. Demak, pul tepishga kirimimizni yuqori ko'tarishga mablag' soldik. Shunga men kirimi to'van do'stlar, yana shu gap oltinga mablag' soling. U pul orqali pul topgan qurol. Lekin biz avval igilik tiklab pul topgan ma o'tkaldan o'tmay turib, siz pul orqali pul topma deganingiz o'zingiz o'rakka tashlayotganligidir. O'zingizning baxtiga o'zingiz o'ltirganligidir. Shunlashqa odatga odamlarningki oltin sotilishini men tavsiya qilmayman. Odatga odamlarningki mablag' silib o'rganishga, igilik tiklashni, rahbarlik qobiliyatini qanday qilib yillik ko'rimni, oylik ko'rimni oshirishni men sizlarga tavsiya qilaman. Odatdagi odamlar oltin olmaydi do'stlar. Sizlar apmi oltin olgan taqdirda sizlar bahosi tushib ketsa bardosh qilolmaysizlar. Masalan, baylar degan o necha million oltin oldi. Oltinni olgandan keyin ularning hajitga yana birmuncha pulisi bor. Oltinning bahosi tushib ketsa-mi, hamon bir kun o'sdi deb pocha yuvalganga odatdagi nomrod odamlar bardosh qilolmaydi. Turmushning besimi, kasalning besimi, uning besimi shunga odatdagi odamlarning birdan-bir tanlashi, mablag' silib pul topishni unutib ketgan odatdagi odamlar. Igilik tiklab, xalqning masalasini hal qilib, shirkat qurib, pul topishni o'ylayotgan narsami shu? Mavi oltinga mablag' silib topgan puldimi jiq, igilik tiklab topgan pul oltindimi jiq pul topildi. Igilik tiklab pul topgandan keyin undan keyin topgan pulimizni olib, oltin olamdimiz, qavatlik binoni sotib olamdimiz, o'zimizning ixtiyori.
Lekin bizda pul yo'q turib, oltin olsam bilamdi demay. Ügüniş qilinglar, kitob ko'ringlar, qanday qilib oylik kirimni, yillik kirimni o'ltishni o'ylanglar. Mush oltin olsam bilamdi, bo'lmamdi degan odamning asosan 99% beri shu odatga odamlar. Mush fursatmi to'bay o'tgan deb ashta o'ylab ketibsizlar. Bu fursat o'tib ketdi. Boshbatdiki oltin to'g'riliq so'zlab qo'ygan zopini ko'rib baqsanglar bo'pti. Men 20 yilning oldida kim odatga odamlarning fursati keldi degan. Endi u fursat o'tib ketdi endi. Siz bilan munosabat qolmadi. Shunga odatga odamlar shukul turib, igilik tiklashni yurgizing, igilik tiklashni taraqqiy qildiring. An bayla olib qo'yib qolsanglar, oltin olib qo'ysanglar bo'laverdi. Chunki sizda pul yo'q bo'lganda ekan. Şu 20. İslam ve Maliye Soğut Terbiyesi Baydadan Namert Adam degan kitobni so'zlamoqchi. Mushu kitobni sizlar o'rganinglar do'stlar. İnkas ayını men o'rganib o'tmaydi deb yozib qo'ygandan keyin ayrimxonaga aloqali usulini qoldirib qo'yinglar. Avval biz kirimni oshirishni o'rganinglar. Pul topgan vaqtingizda undan keyin oltinga mablag' solamsiz. Ya bir shirkatning paychkini olamsiz, o chog'da men sizga deb bersam bu. Lekin u bizda pul yo'q turib, daqiqaga mablag' soatmi degan gap. O mablag' sizlar soatsa qilmas o'rin emas do'stlar. Shunga yana shu gap en axir qatim eskartib qo'y, odatga odamlar oltin otma demay, odatga odamlar ugunishga mablag' silib, igilik tiklashga mablag' silib, qanday qilib kirimni yuqori ko'tarishni o'ylanglar. Endi ko'pchilik rahmat, hammalarningki ishlaringlar o'ngishib ketsin.